Assalomu alaykum. Hurmatli mahalladoshlar, mana bizlar Aytoban jamoasi Beklar mahallasida, shu Beklar mahallasidagi nima muammolar, kredit bo'yicha, boshqa masalalar nima bo'yicha ishlarimiz ekan, shu bo'yicha sizlarga amaliy yordam berib boramiz. Hozir o'zlaringiz nima qiynayotgan savollar bo'lsa berasizlar, bizlar uni masalalarni yechish masalalarini ko'rib ijobiy tomonlarga gapiramiz. Marhamat, kimda savol bor? Hozir kredit bo'yicha qanchaga necha pulgacha murojaatlar? Assalomu alaykum. Sizlar nima masalan kelyapti? Shu kredit qancha ajratib berasizlar? Bizlarda mahalla loyihasi bo'yicha kreditlarimiz bor. Birinchi biznesga birinchi qadam degan loyihamiz bor. U 17 milliongacha plastikachani so'rab beramiz. Ikkinchi masalasi mahalla loyihasi bor. Bu 50 milliongacha. Sizga nima istagingizni qarab nima olmoqchisiz? Men chorva yo'nalishiga, chorvaga qiziqishim bor. Shu chorva yo'lga qo'ymoqchiman. 50 milliongacha kredit olmoqchiman. 50 milliongacha bo'lsa agar bizga shu loyihamizni to'g'ri keladi. Siz o'zi hujjatlaringizni topshirasiz. Familiyangizni aytsangiz? Tohirov Farobiy Aliyev. Aka, hozir siz hujjatlaringizni bizning xodimlarga taqdim qilamiz. Mana tez kunlarda chiqarib beramiz kreditimizni. Bu muddati 4 yillik, 1 yil imtiyozlar bilan 1 yil foizini to'laysiz, keyin qolganini bo'lib to'laysiz. Bor. Sizga ma'qulmi shu? Juda xursand bo'lardim desangiz. Hurmatli